Üçüncü xil bal tarbiyalashchu desa, cheksiz muhabbet bilan. Ama hozirgi nurg'un yosh ota-onalar o'zining kichik vaqtida nurg'un jafoni chekkanlik uchun balam hamda nurg'un vaqtlarda men ko'rganni ko'rmasin deb ularga bo'lgan muhabbatini ularning har qanday nimsini tayyor qilib berish orqali haddan ziyoda kuyunch orqali ifodalaydi. Yani biz bu to'g'riliq yani so'zlaymiz. Ham axloqchi. Balalarga axloqni qanday o'rgatamiz? Axloq masalasi. Hamma odam axloq to'g'riliqqa qildi. Ammo shuni siz tushunishingiz kerakki, axloq qandaqdir boshqalar bizga qarab turayotganda harakatimizni kontrol qilish emas. Yoki boshqalar bizni kuzatayotganini bilib qolgan vaqtimizda yolg'ondan axloqliq bo'la bilish emas. Biz buni axloq demaymiz. Biz bu shakli soxtapazlik deymiz. Soxta axloq. Soxta axloqning o'zim bir axloqsizlik hisoblanadi. Men sizlarga bundaq bir tajriba ishlatib baqdim, tajriba. Bu tajriba qandaq deganda men bir kuni darsxonaga kirib bolalar dars kirmasdan burun shu sinfga bir axlatchilikni aslidik o'rnidan yo'tkab sinfdan o'tirib qo'yib qo'ydi. Men hamda o'yladim, shuni kim asaltiga olib qo'yadi deb. Nurg'un bolalar kirdi, ammo hech qanday bola bu axlat sandiqini sinfdan o'tirdan atrab yo'tkab qo'ymadi. Keyin men sinf dedim. Men shuni bir sinov qilgandim, hech kim shuni yo'tkab qo'ymadinglar. Asli bu bir sinoqdi desam, bolalarning ko'pincha o'xshash bir javob berdi. Hayron qararliq javob berdi. Nima javob deganda, agar dedi, biz shuning sizning sinfingiz ekanligini bilgan bo'lsak, agar uni bilgan bo'lsak, biz yo'tkab qo'ydik dedi. Yani ular bir mukofotga meni maqtashimga erishmoqda. Bu nima tushuntiryapti bo'lsa, agar buning bir sinoq ekanligini bilgan bo'lsak, yo'tkaydik dedi. Demak, bu yerdagi axloq bu bolalarning axloqi, qalbida shakllangan axloq emas. Nurg'un odamlarning axloqida nima bo'lsa, ma'lum mutta bo'ladi. Ya kishilarning yaxshi ko'rishiga, ya kishilarning axloqliq deb qarashiga, yoki mukofotlarga erishish uchun axloqliq bo'ladi. Ammo axloqning o'zi nima shakllanadi bo'lsa, odamning mohiyati shakllanadi. Unda bu axloqni qanday shakllantiramiz? Gap qilish orqaliqmi? Ayıplash orqaliqmi? Albatta siz bir odamni axloqliq bo'ldi deyishdan burun, cho'qim uningga nima axloqliq bo'ldiganlik to'g'risida sabab deb bilishingiz kerak. Axloqning eng cho'ng yuqori nuqtasi samimiyat bo'ldi. Samimiyat. Samimiyat yetildirish. Parislarda bir maqol tamsil var. Rast gap qilgan odamga qechib ketadigan otni tayyorlab ber deydi. Rast gap qilgan odamga, rast gap qilmoqchi bo'lgan odamga qechib ketadigan ot tayyorlab. Bu nima degan gap desa, chunki bir rast gap qilish intoyat tez. Agar u rast gapni qilgan vaqtda cho'qim kishilarning haqoratiga yoki bo'lmasa tillishi duchilishi mumkin. Shunga u rast gapni qilib qechib ketsin demakdir. Rast gap qilmoqchi bo'lgan odam ot tayyorlab. Samimiyat. Albatta samimiyatni shakllantirish shundoq tez. Ammo mumkin emas.